Bugun men sizlarga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Kimlarga qo'shimcha ish staji hisobga olinishi mumkin? Bu nimaga ta'sir qiladi va odamlar aynan qaysi holatlarda o'z pensiyasini oshirish imkoniyatini qo'ldan boy berayotgan bo'lishi mumkin? Bu ma'lumot faqat pensiyaga chiqayotganlar uchun emas, balki hozir ishlayotgan, ertaga pensiya oladigan har bir inson uchun muhim. Chunki ish staji noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, odam yillar davomida kamroq pensiya olib yurishi mumkin. Agar sizning mehnat daftarchangizda uzilishlar bo'lsa, bolaga qaragan davringiz bo'lsa, harbiy xizmat, o'qish, chet elda ishlash, norasmiy ishlagan yillar yoki hujjatlarda xatolik bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Men bugun buni oddiy tilda hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikka real pul, real pensiya va real huquq masalasida yordam beradi. Avvalo, ish staji nima uchun kerakligini tushunib olaylik. Ish staji deganda odamning qonuniy asosda ishlagan, ijtimoiy sug'urta badallari yoki tegishli to'lovlar bilan bog'liq bo'lgan mehnat faoliyati davrlari tushuniladi. Pensiya tayinlashda ish staji juda katta ahamiyatga ega. Chunki pensiya miqdoriga odatda ikki asosiy narsa ta'sir qiladi. Birinchisi, qancha yil staj borligi. Ikkinchisi, o'rtacha ish haqi yoki pensiya hisoblash uchun olinadigan daromad ko'rsatkichi. Ilgari ko'p holatlarda odamning staji asosan mehnat daftarchasiga qarab hisoblangan. Ya'ni mehnat daftarchasida qayerda, qachon ishga kirgani, qachon ishdan bo'shagani yozilgan bo'lsa, shu davrlar asosiy dalil sifatida olinardi. Lekin amaliyotda bitta katta muammo bor edi. Hammaning mehnat daftarchasi mukammal yuritilmagan. Kimdadir korxona yopilib ketgan, kimdadir buyruq raqami noto'g'ri yozilgan, kimdadir muhr bosilmagan, kimdadir familiya almashgan. Kimdadir arxiv hujjatlari topilmaydi. Natijada odam haqiqatan ishlagan bo'lsa ham, hujjat bilan isbotlay olmagani uchun uning staji hisobga olinmay qolardi. Hozir esa tizim ancha o'zgargan. Elektron bazalar, soliq organlari ma'lumotlari, pensiya jamg'armasi axborot tizimlari, bandlik va mehnat organlari ma'lumotlari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Endi faqat mehnat daftarchasiga qarab qolmasdan, ayrim davrlarni boshqa hujjatlar bilan ham tasdiqlash mumkin. Shu bilan birga ayrim toifadagi shaxslarga qo'shimcha ish staji sifatida ayrim davrlar qo'shib hisoblanishi mumkin. Lekin bu yerda eng muhim narsa shuki, hamma davr ham avtomatik qo'shilmaydi. Hamma hujjat ham yetarli bo'lavermaydi va har bir holatda sabab, asos va tasdiqlovchi hujjat bo'lishi shart. Birinchi navbatda pensiyaga chiqish yoshiga yaqinlashayotganlar juda e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, erkak kishi 60 yoshga, ayol kishi 25 yoshga yaqinlashayotgan bo'lsa, u kamida bir necha yil oldin o'z stajini tekshirtirib qo'yish kerak. Nega? Chunki pensiya hujjatlarini topshirgan kuni muammo chiqsa, arxiv izlash, korxona hujjatlarini topish, sudga murojaat qilish, ma'lumotnoma yig'ish vaqt oladi. Ba'zan bu jarayon 1 oy emas, 3 oy, 6 oy, hatto undan ham ko'proq cho'zilishi mumkin. Masalan, bir ayol 75 yoshga to'lib pensiyaga murojaat qildi deylik. U 1998 yildan 1995 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan, mehnat daftarchasida ishga kirgani yozilgan. Lekin ishdan bo'shagani haqidagi yozuvda muhr yo'q. Pensiya bo'limi bu davrni to'liq hisoblashda ikkilanadi. Ayol esa 7 yil ishlaganman deydi. Agar u oldindan arxivga murojaat qilib, o'sha fabrikadagi buyruqlar nusxasini, ish haqi qaydnomalarini yoki shaxsiy hisob varaqalarini olganida stajini isbotlash osonroq bo'lardi. Demak, pensiya yoshiga yaqinlashgan har bir kishi o'z stajini oldindan tekshirtirish kerak. Ikkinchi toifa, farzand parvarishi bilan bog'liq davrlari bor ayollar. Ko'pchilik ayollar men uyda bola bilan o'tirganman, bu stajga kirmaydi deb o'ylaydi. Aslida bolani parvarish qilish bilan bog'liq ayrim davrlar qonunchilikda belgilangan tartibda ish stajiga qo'shilishi mumkin. Lekin bu ham cheksiz emas. Masalan, bola tug'ilgandan keyin parvarish ta'tilida bo'lgan davr. Qonunda ko'rsatilgan chegaralar doirasida hisobga olinishi mumkin. Bu yerda bolaning tug'ilganlik guvohnomasi, ta'til berilgan haqidagi buyruq, mehnat daftarchasi, ish joyidan ma'lumotnoma kabi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Hayotiy misol keltiraman. Ayol 1990 yilda ishga kirgan, 2002 yilda birinchi farzandini, 2005 yilda ikkinchi farzandini tug'gan. U har safar bola parvarishi ta'tiliga chiqqan. Mehnat daftarchasida u ish joyida turibdi. Lekin amalda bir necha yil ishlamagan. Pensiya hisobida bu davrlar qanday olinadi? Bu savolga aniq javob hujjatlarga, ta'til rasmiylashtirilganiga, qonunda belgilangan normalarga bog'liq. Agar hammasi rasmiy bo'lsa,
Ayrim davrlar staj sifatida inobatga olinishi mumkin. Lekin agar ayol ish joyidan butunlay bo'shab ketgan bo'lsa va keyin uyda norasmiy bola qarab o'tirgan bo'lsa, buni isbotlash va stajga kiritish masalasi boshqacha ko'riladi. Uchinchi toifa harbiy xizmatni o'taganlar. Harbiy xizmat davri ham ko'p hollarda ish stajiga ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa yigitlar armiyaga borib kelgan bo'lsa, harbiy bilet va tegishli hujjatlarni saqlab qo'yishi juda muhim. Ba'zida odam 2 yil armiyada bo'lgan, lekin pensiya hujjatlari yig'ilganda harbiy bilet yo'qolgan bo'ladi. Keyin harbiy komissariyatdan ma'lumotnoma olishga to'g'ri keladi. Agar vaqtida hujjat topilsa, bu davr stajga qo'shilishi mumkin bo'lgan muhim davr hisoblanadi. Masalan, erkak kishi 1903 yildan 1905 yilgacha harbiy xizmatda bo'lgan. Keyin 1906 yildan zavodda ishlagan. Pensiya hisobida uning umumiy staji 24 yil chiqyapti deylik. Agar harbiy xizmat davri to'g'ri tasdiqlansa, staj 26 yil bo'lishi mumkin. Bu esa pensiya tayinlash huquqiga ham, pensiya miqdoriga ham ta'sir qilishi mumkin. Ayrim odamlar aynan 2 yil yetmagani uchun minimal shartlarga qiynaladi. Shuning uchun harbiy xizmat davrini e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. 4-toifa o'qigan davri bo'lganlar. Bu masalada juda ko'p chalkashlik bor. Odamlar ko'pincha institutda o'qigan, 5 yilim stajga qo'shiladimi deb so'rashadi. Bu savolga bitta umumiy javob berib bo'lmaydi. Chunki qaysi davrda o'qigan, qanday ta'lim muassasasida o'qigan, kunduzgi bo'lganmi, ishlab o'qiganmi, qonunchilik o'sha paytda qanday bo'lgan. Bularning hammasi ahamiyatli. Ayrim holatlarda o'qish davri stajga qo'shilishi mumkin. Ayrim holatlarda esa qo'shilmasligi mumkin. Misol uchun, fuqaro 1977-1992 yillarda institutda kunduzgi o'qigan, undan oldin yoki keyin rasmiy ishlagan. U pensiyaga chiqayotganda shu 5 yilni stajga qo'shishni xohlaydi. Bunda diplomning o'zi yetarlimi? Har doim ham emas. Arxiv ma'lumotnomasi, o'qishga qabul qilingan va bitirganligi haqidagi buyruq, talabalar safda bo'lgan davrni tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Lekin yana aytaman, o'qish davrining stajga qo'shilishi umumiy qoida sifatida hamma uchun avtomatik emas. U amaldagi qonunchilik va individual holatga qarab baholanadi. 5-toifa korxonasi yopilib ketgan, lekin o'zi ishlaganini isbotlamoqchi bo'lganlar. Bu eng ko'p uchraydigan muammo. 1990 yillar. 2000 yillar boshida ko'plab shirkatlar, kichik korxonalar, sexlar, savdo tashkilotlari ochilgan va yopilgan. Ularning hujjatlari arxivga topshirilmagan bo'lishi mumkin. Odamlar esa o'sha joylarda yillar davomida ishlagan. Hozir pensiya vaqtida korxona yo'q, hujjat yo'q, staj ham yo'q degan vaziyat yuzaga keladi. Bunday holatda odam darrov taslim bo'lmasligi kerak. Men odatda birinchi bo'lib arxivlarga murojaat qilishni tavsiya qilaman. Tuman yoki shahar davlat arxivi, korxona qaysi hududda ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, o'sha hudud arxivi, soliq organlari, bandlik organlari, ba'zan yuqori tashkilot arxivi orqali ma'lumot izlanadi. Agar ish haqi vedomosti buyruqlar, shaxsiy varaqa, mehnat shartnomasi, ishga qabul qilish haqida buyruq topilsa, stajni tiklash imkoniyati paydo bo'ladi dedi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi xato, odamlar men ishlaganman, demak stajga kiradi deb o'ylaydi. Afsuski, pensiya tizimida men ishlaganman degan gapning o'zi yetarli emas. Uni hujjat bilan tasdiqlash kerak. Agar fuqaro bozorda, qurilishda, do'konda, fermer xo'jaligida og'zaki kelishuv asosida ishlagan bo'lsa, lekin mehnat shartnomasi bo'lmasa, soliq yoki sug'urta to'lovlari bo'lmasa, ish haqi rasmiy yuritilmagan bo'lsa, bu davrni stajga kiritish juda qiyin bo'ladi. Masalan, erkak kishi 10 yil davomida ustachilik qilgan, har kuni ishga chiqqan, yaxshi pul topgan, lekin hech qayerda rasmiy ro'yxatda turmagan. Pensiya vaqtida u men 10 yil ishlaganman deydi. Ammo davlat organi undan hujjat so'raydi. Shartnoma bormi? Soliq to'langanmi? Yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tganmi? Buyurtmachilar bilan rasmiy hujjatlar bormi? Agar bular bo'lmasa, bu 10 yil pensiya stajiga kirmay qolishi mumkin. Shuning uchun hozir ishlayotganlar uchun eng katta saboq, rasmiy ishlash kerak, shartnoma bo'lishi kerak, daromad qonuniy aks etishi kerak. Ikkinchi xato, mehnat daftarchasidagi yozuvlar to'g'ri deb o'ylab, uni tekshirmaslik. Mehnat daftarchasida sana noto'g'ri yozilgan bo'lishi mumkin. Masalan, ishga kirgan sana Nunyin 1936 bo'lishi kerak. Lekin Nunyin 1938 deb yozilib qolgan. Bu 2 yil yo'qotish degani. Yoki ishdan bo'shagan sana umuman yozilmagan. Yoki muhr boshqa korxonaga tegishli. Yoki ism sharifda bitta harf xato. Bunday kichik ko'ringan xatolar pensiya hisobida katta muammo tug'diradi.
Uchinchi nozik jihat familiya. Ism yoki otasining ismi o'zgargan holatlar. Ayollar turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartiradi. Ba'zan diplom qiz familiyasida, mehnat daftarchasi eski familiyada, pasport yangi familiyada bo'ladi. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, hujjatlar bir shaxsga tegishli ekanini isbotlashda muammo bo'ladi. Shuning uchun nikoh guvohnomasi, ajrim haqidagi hujjat, FDYO ma'lumotnomalari, ism o'zgargan bo'lsa tegishli qarorlarni saqlash kerak. 4-nozik jihat chet elda ishlagan davrlar. Ko'p yurtdoshlarimiz Rossiya, Qozog'iston, Koreya, Turkiya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Savol: bu davrlar O'zbekistondagi pensiya stajiga qo'shiladimi? Bu davlatlar bilan ijtimoiy ta'minot bo'yicha kelishuvlar, ikki tomonlama shartnomalar, to'lovlar va hujjatlar mavjudligiga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar odam chet elda rasmiy ishlagan, tegishli sug'urta to'lovlari amalga oshirilgan, ish beruvchi hujjat bergan bo'lsa, bu masalani alohida tekshirtirish kerak. Ammo norasmiy ishlagan bo'lsa, masala ancha murakkablashadi. 5-nozik jihat. Dehqon xo'jaligi yakka tartibdagi tadbirkorlik, o'zini o'zi band qilish. Hozir ko'pchilik o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida faoliyat yuritadi. Kimdir tikuvchilik qiladi, kimdir sartaroshlik qiladi, kimdir repetitorlik qiladi, kimdir uyda pishiriq tayyorlab sotadi. Bunday faoliyat pensiya tizimida inobatga olinishi uchun rasmiy ro'yxatdan o'tish, belgilangan to'lovlarni amalga oshirish, faoliyat davrini tizimda ko'rsatish juda muhim. Agar odam men uyda 25 yil tikuvchilik qilganman desa, lekin hech qachon ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, keyin bu davrni stajga kiritish qiyin bo'ladi. 6-jihat. Imtiyozli staj va qo'shimcha stajni aralashtirib yubormaslik kerak. Ba'zi kasblarda mehnat sharoiti og'ir, zararli yoki alohida mas'uliyatli bo'lgani uchun imtiyozli pensiya huquqi bo'lishi mumkin. Masalan, yer osti ishlari, zararli ishlab chiqarish, ayrim tibbiyot yoki ta'lim sohalari, maxsus xizmatlar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin bu oddiy qo'shimcha ish staji bilan bir xil narsa emas. Imtiyozli staj uchun kasb nomi, lavozim, ish sharoiti, attestatsiya, buyruqlar, ish joy ro'yxatlari juda aniq bo'lishi kerak. Masalan, bir kishi zavodda 25 yil ishlagan. U zavod zararli edi, menga imtiyozli staj hisoblang deydi. Lekin uning lavozimi zararli ishlar ro'yxatiga kirmasligi mumkin. Yoki hujjatda u omborchi bo'lib ko'rsatilgan, amalda esa sexda ishlaganman deydi. Pensiya organi hujjatga qaraydi. Agar hujjatda lavozim, ish sharoiti, bo'lim nomi aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, imtiyozli tartibda hisoblash rad etilishi mumkin. Shuning uchun mehnat faoliyati davomida lavozim nomlari rasmiy hujjatlarda to'g'ri yozilishi juda muhim. 7-jihat. Staj qo'shilishi pensiya albatta juda katta oshadi degani emas. Ba'zi odamlar 1000 yil staj qo'shilsa pensiyasi 2 barobar oshadi deb o'ylaydi. Aslida pensiya hisoblash formulasi murakkabroq. Staj oshishi pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin, lekin uning ta'siri ish haq ko'rsatkichlari, minimal talablar, pensiya turi, ustamalar, bazaviy hisoblash miqdorlari va boshqa omillarga bog'liq. Shunga qaramay, hatto kichik farq ham muhim. Masalan, oyga 1000 so'm yoki 20 so'm farq yiliga katta summaga aylanadi. Pensiya esa bir oyga emas, yillar davomida olinadi. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam: o'z mehnat daftarchangizni, elektron mehnat daftarchangizni va mavjud ish faoliyatingiz haqidagi hujjatlarni tekshiring. Har bir ish joyi bo'yicha ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, buyruq raqami, lavozim, tashkilot nomi, muhr bor yo'qligini ko'rib chiqing. Agar biror joyda bo'shliq bo'lsa, darhol aniqlashtiring. Ikkinchi qadam: pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, sizning stajingiz qanday ko'rinayotganini tekshirtiring. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda bor, lekin bazada yo'q davrlar ham bo'lishi mumkin. Ayniqsa 1990-yillar va undan oldingi davrlar bo'yicha hujjatlar alohida talab qilinadi. Agar siz pensiyaga yaqin bo'lsangiz, buni oxirgi oyga qoldirmang. 3-qadam: yetishmayotgan davrlar bo'yicha hujjat to'plang. Hujjatlar ro'yxati holatga qarab farq qiladi, lekin odatda quyidagilar kerak bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasi, ishga qabul qilish va bo'shatish buyruqlari nusxasi, ish haqi ma'lumotnomasi, arxiv ma'lumotnomasi, harbiy bilet, diplom, o'qish davri haqida arxiv ma'lumotnomasi, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, tadbirkorlik yoki o'zi band qilish bo'yicha ro'yxatdan o'tganlik va to'lovlar haqidagi ma'lumotlar.
To'rtinchi qadam, arxivlarga yozma murojaat qiling. Murojaatda aniq yozish kerak. Qaysi tashkilotda ishlagansiz, qaysi yillarda, qaysi lavozimda, tashkilot qaysi hududda joylashgan edi. Sizga qanday ma'lumot kerak? Masalan, men 1994 yil mart oyidan 1999 yil iyun oyigacha falon korxonada tikuvchi lavozimida ishlaganman. Pensiya tayinlash uchun ishga qabul qilish, ishdan bo'shatish, ish haqi yoki shaxsiy tarkib bo'yicha ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Murojaatni imkon qadar aniq yozsangiz, arxiv xodimlari izlashni osonroq amalga oshiradi. 5-qadam. Agar korxona yopilgan bo'lsa, uning huquqiy vorisi bor yo'qligini aniqlang. Ba'zan korxona nomi o'zgargan bo'ladi, lekin hujjatlar boshqa tashkilotga o'tgan bo'ladi. Masalan, zavod aksiyadorlik jamiyatiga aylangan, keyin boshqa korxona bilan qo'shilgan. Hujjatlar yangi tashkilot arxivida saqlanishi mumkin. Buni soliq organlari, arxiv, hokimlik yoki adliya organlari orqali aniqlash mumkin. 6-qadam, norasmiy ishlagan davrlaringiz bo'lsa, kelajak uchun xulosa qiling. Agar hozir ishlayotgan bo'lsangiz, albatta rasmiylashtiring. Mehnat shartnomasi tuzing, ish beruvchidan rasmiy ish haqi talab qiling. Elektron mehnat tizimida yozuv borligini tekshiring. Agar o'zingiz mustaqil ishlasangiz, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish yoki yakka tartibdagi tadbirkorlikni ko'rib chiqing. Bu bugun kichik rasmiyatchilikdek ko'rinadi, lekin ertaga pensiya masalasida juda katta ahamiyat kasb etadi. 7-qadam, agar pensiya jamg'armasi biror davrni hisobga olishni rad etsa, rad javobini og'zaki emas, yozma shaklida oling. Bu juda muhim. Chunki yozma javobda nima sababdan rad etilgani, qaysi hujjat yetishmayotgani yoki qaysi norma asos bo'lgani ko'rsatiladi. Shundan keyin siz hujjatni to'ldirishingiz, yuqori turuvchi organga shikoyat qilishingiz yoki zarur bo'lsa, sudga murojaat qilishingiz mumkin. Og'zaki bo'lmaydi degan gap bilan to'xtab qolmang. 8-qadam, agar guvohlar orqali stajni tasdiqlash masalasi chiqsa, bu juda ehtiyotkorlik bilan ko'riladi. Ba'zi hollarda hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, sud tartibida ish vaqtini aniqlash masalasi ko'tarilishi mumkin. Lekin guvohlarning gapining o'zi har doim yetarli bo'lmaydi. Sud odatda boshqa bilvosita dalillarni ham ko'radi. Eski guvohnomalar, kasaba uyushmasi bileti, ish haqi bo'yicha qog'ozlar, buyruq nusxalari, arxivdan hujjatlar yo'qolgani haqidagi ma'lumot, hamkasblar ko'rsatmasi va boshqa dalillar. Shuning uchun bu yo'lni tanlashdan oldin mutaxassis bilan maslahatlashish maqsadga muvofiq. Endi kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkinligini ham aytaman. Agar siz oxirgi yillarda to'liq rasmiy ishlagan bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz bo'lsa, ish beruvchi sizni elektron tizimda ro'yxatdan o'tkazgan bo'lsa, daromadlaringiz soliq va tegishli bazalarda aks etsa, sizda stajni isbotlash ancha oson bo'ladi. Lekin baribir hujjatlarni tekshirib turish zarar qilmaydi. Agar siz davlat tashkilotida uzluksiz ishlayotgan bo'lsangiz, kadrlar bo'limi hujjatlarni to'g'ri yuritayotgan bo'lsa, ishga qabul qilish va bo'shatish buyruqlari tizimli saqlangan bo'lsa, xavf kamroq, ammo davlat tashkilotlarida ham xatolar bo'ladi. Masalan, lavozim nomi noto'g'ri yozilishi, tug'ilgan sana xato kiritilishi, familiya almashgandan keyin hujjatlar yangilanmasligi mumkin. Shuning uchun kamida yiliga bir marta o'z ma'lumotlaringizni tekshirtirishni maslahat beraman. Agar siz hali yosh bo'lsangiz, pensiyaga hali 25 yil bor. Menga aloqasi yo'q deb o'ylamang. Eng yaxshi himoya hozirdan boshlanadi. Bugun rasmiy ishlasangiz, ertaga hujjat izlab qiynalmaysiz. Bugun elektron mehnat daftarchangizni tekshirsangiz, 20 yildan keyin arxiv yurmasligingiz mumkin. Bugun bir dona shartnomani saqlab qo'ysangiz, ertaga bir necha yil stajingizni saqlab qolishingiz mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, qo'shimcha ish staji masalasi juda jiddiy. Harbiy xizmat, bolani parvarish qilish davri, ayrim o'qish davrlari, rasmiy tadbirkorlik, chet eldagi rasmiy ish, yopilgan korxonalardagi mehnat faoliyati, hujjatlarda xatolik bo'lgan davrlar alohida tekshirilishi kerak. Eng muhim qoida shuki, har bir davr hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Hujjat bo'lsa, imkoniyat bor. Hujjat bo'lmasa, masala qiyinlashadi, lekin ayrim holatlarda uni tiklash yo'llari ham mavjud. Men sizga maslahat beraman. Pensiyaga yaqinlashishni kutmang. Bugunoq mehnat daftarchangizni, elektron ma'lumotlaringizni, harbiy bilet, diplom, tug'ilganlik va nikoh guvohnomalarini, ish joyi ma'lumotnomalarini bir joyga jamlang. Agar biror davr bo'yicha shubha bo'lsa, pensiya jamg'armasiga, davlat xizmatlari markaziga yoki arxivga murojaat qiling. Og'zaki gaplarga emas, yozma hujjatlarga tayaning. Agar sizda mening falon yillarim stajga kiradimi?
degan savol bo'lsa, izohlarda holatingizni yozing. Qaysi yillar, qayerda ishlagansiz? Rasmiy hujjat bormi? Qanday muammo bor? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarni alohida tushuntirib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya va ish staji masalasida vaqtida bilgan odam yutadi, kech qolgan odam esa o'z haqini isbotlash uchun ancha qiynaladi.